$76,000 308 sotuli xonadonimiz sotilyapti. O'zini 6 xonasiga ega. Hozir bitta to'xtalamiz. Turgan manzilimiz keladigan bo'lsak, Zangita tumaniga qaraydi. Nazarbey to'qimachidamiz, ya'ni tekstillikda. Qaranglar, mana shu orqamizga xonadonimiz sotilyapti. Endi ustiga qarab ko'rinishiga baho bermaylar, lekin bitta ustini fasadlarini to'g'irlab olsak, ichlarida yashash sharoitlari yaxshi qilingan. Ketdik, xonadonimizni obzor qilishni boshlaymiz. Bu kirish darvozamiz bo'ladi. Endi o'zingizlar talabga qarab boshqa temir katta darvoza qo'yib olsanglar bo'ladi. Yo'ligimizda bemalol ikkita avtomobil sig'adigan sharoiti bor. Ketdik. Darvozaxonadan endi xonadonimizning ichiga kirib boramiz. Ko'rishinglar mumkin, mana shunaqa preobraznik qilib binolarimiz tushirilgan. O'zini tayyor yashashga ega mana bitta katta zal, kattalar yotoqxonasi, o'rtasida sanuzuli bilan birga va qo'li qismiga qaytadigan bo'lsak, bu yoqdan qishki oshxona, yozgi oshxona alohida qilingan. Ko'rasizlar, tepalari ham navis qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Eng zo'r tarafini aytmayman. Bu yoq tarafda ko'cha ko'rdinglar, orqa tarafi ham ko'cha. Ya'ni ikkita taraf ko'cha bo'lsa, xonadonimizda juda ham yaxshi havo aylanadi. Endi qaranglar, bu yoq tarafda o'zini alohida o'rtadan kladovishnik foydalansanglar ham bo'ladi, lekin hojatxonaga, yuvishxonaga mo'ljallab qo'yishibdi. Endi bizni bu yoqdan 4 ta xonaga ega alohida binomiz. Bu korobka holatda turibdi, bemalol ayta olamiz. Mana bu yoqdan qisqacha sizlarga tushuntirib ketaman. Chap tarafdan bolalar yotoqxonasi va keyingisi kattagina mehmonxona, 4 ga 6 razmerda dedilar taxminan. To'rdan bizni alohida yana bitta yotoqxona, o'ng tarafdan bitta kichkinagina sanuzul bo'ladi, yana bitta kichkinagina xonamizga mavjud. Umumiy olganimizda 6 xona bo'lyapti. 308 sotuli Nazarbey tekstildan $76,000 ga xonadon qidirib ko'ringlar. 2 xona 3 xona xonadoninglarni sotib turib bemalol toza havosi boy joylarga kelib yashasanglar, bunga yetadigani yo'q. Bo'lasizlar o'zini qo'lida mana shunaqa agarotlar ham mavjud. Mevali daraxt bitta ekilgan ekan, endi o'zingizlar talabga qarab ekaverasizlar. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. O'ra ham alohida qazib olib chiqqan ekanlar, ikkita qilib kelib yana o'zingizlar ko'rib olasizlar. Eslatib o'taman, $76,000 308 sotuli xonadonimizni ustiga kelsanglar, yana ham yumshatib beraman dedilar uy egalari. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.